qaytaramiz. Bir kun oldin yuvgan sochim mana shu. Like what the hell guys? Hop guys, as you can see, men makiyajim bo'ldi, lekin sochimga e'tibor bermanglar, baribir kepka kiyib olaman. Mana bu yerdagi musor qalin, uyimdagi musor. Hali ham budillik cholyapti. Уже necha bo'ldi? 8:15 bo'libdi уже. So guys, hozir bilan kiyinamiz. Короче guys, sizlar bilan bugun biz Germaniyadagi Neuschwanstein qasriga boramiz, agar to'g'ri talaffuz qilgan bo'lsam. Juda ham chiroyli ekan. Mana orzuga ham deb yig'layman. No, reально mana wishlistda bor, juda ham plan qilib yurgan, xohlayotgan joyimga boraman, xudo xolasa. Hozir bugun sizlar bilan kiyinamiz. Bittagi musulga e'tibor beringlar. Bu shimga e'tibor bermanglar. Agarda kir deb o'ylayotgan bo'lsanglar, sizlar vashata bundan tushunmaydigan odamsizlar, chunki bu hali etiketkasi olinmagan shim. Va yangi zakazini qilganman. Etiketkalargacha hali turibdi. Shunaqa sikkimiz futbolka. Lekin chiqishimdan oldin hozirga ozgincha room tour ko'rsatmasligi, chunki sizlar ko'rmadinglar, men Instagramdagilarim ko'rdi. Va xonamga kirsanglar, bitta oyna bor, like as you can see guys. Can you see me? Yes. Короче, oyna bor. Bu yerda kelgan, you know the thing, right? Bathroom, and it's me again. Bu yerda sizlar televizor bor. Bitta musorga e'tibor bermaysizlar. Bunda ochsanglar, menda bu yerda yo'lga qarab turgan, naqa bor, bu yerda mashina yo'li bor. Вот. Bu yerda katta prям oyna bor, kechqurun ochib bitta tursa bo'ladi. Bitta mana joyim bor. Bitta katta kravatda, bitta o'zim yotaman. Bilaman, rosa kech qolyapman. Sizlarga ko'rsatishim kerak edi. Endi biz ketamiz. Men tayyorman, xonamni o'chiramiz yana. And chiqib ketamiz. Let's go. This is me guys, as you can see, ko'ryapsizmi? Endi hozir 0-etajga ketamiz. Chunki bizni 0-etajda kutishyapti guys. So guys, hozir qo'yada chiqdi. Endi biz hozir ovqatlangandan chiqib ketamiz, undan keyin aylanamiz. Yes, bizda shuncha odam bor guys, ko'ryapsizlarmi qancha? Bizni общий naqada 8 tamiz. Xo'p. Birinchi Germany'ni aylanamiz. Uni faqat Instagramga qo'yaman, YouTube'ga emas. Ammo bu YouTube'ga qo'yadigan vlogim Neuschwansteinga borganimiz bo'ladi. Bye. So guys, biz ketyapmiz endi. Ben çıkayım ha? Yes, chiqamiz. Okay. Bu Myunxenda Old Town'i. Biz kecha keldik bu yoqqa, yana qaytib keldik. Ozgincha aylangan, chunki soat 13:00 da biz avtobusimiz, Neuschwanstein ketadigan avtobusimiz, o ko'ryapsizlar. Prям odam aylangani sari aylangisi kelaveradigan joylar, juda chiroyli joylar.
ko'ryapsizlar magazinchalarni. Обычно ko'chadagi magazinlar qanaqa chiroyli, guys. Come on. Men ertada yashayapmanmi? Oh my god. Короче, biz hozir Starbucksdamiz. Shirli bor, yo kruassan olsak bo'ladi kechagidan. Bu yerda qulfni oldi o'zimizga street marketlardan. Guys, yes. Standart. Qolgandan O'zi meni vlogim Myunxen haqida emas, lekin sizlarga именно hozir street marketini ko'rsatmoqchiman Myunxenda. Marketda ham. Вот, bu Myunxen street marketi. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda quruq mevalar bor ekan. Bu yerda there is a juice here, guys. Can you see? Mana bitta sharbatli jam qilib qo'ygan ekan. Mana mevalarga prям 5 bor bitta. Liboy meva bor, qaranglar. Biz hozir mana bundan qulfni oldik. Wow, gullarni qaranglar. Ko'chalarga prям alohida naqa bor. Vlogim Myunxen haqida bo'lsa ham ozgincha sizlardan Germaniyani vibe'ini ozgincha bergim keldi sizlarga. So guys, bo'ldi. Unda oyog'ini kadrlarini o'sha Myunxenga ketayotgandagi kadrlarni ko'rasiz. Вот bizning Starbucks'imizdagi kruassanlarimiz, kofelarimiz bor, mana sanucham, и sum bor. Mana telefonim. Biz hozir taksi kutib o'tiribmiz. Что taksi kelgandan keyin hammamiz уже ketamiz shu bilan. Hozircha planlarimizga endi bas tiketini naqd qilyapti. Bu yerda Diyorbek aka booking qilyapti. Biz ungacha просто aylangani keldik. Aylangani ham qayerga keldik? BNV muzeyiga keldik, ko'rayotgan bo'lsanglar. Guys, BNVni muzeyiga keldik. Hozir biz basimizni kutyapmiz. Undan keyin Myunxenga ketamiz, lekin ungacha просто mana shu yerda dam olib turibmiz. Bu yerdagi naqani ko'rsatmasam bo'lmaydi sizlarga. Like guys. Короче, biz hozir taksidamiz. Undan keyin basga ketamiz. Hozir bas stationga ketishimiz kerak. 12:39 o'zi birda уже basimiz ketadi. Biz ulgib qolsak bo'ldi. Petrol bus station kelganmiz. Xudo xolasa bu yerda Sohjamol va Mahmud qasriga boruvchi. Eshitdinglar nima haqida gapirmoqchiligimni? U yoqda odamlar to'planib turibdi. Yes. 12:44 bo'ldi. As you can see guys, biz vaqtida ulgib keldik. Endi tezroq basimiz topilsa bo'ldi, xudo xolasa. Vau, ikki etajda. Birinchi marta o'tirib ko'raman ikki etajli avtobusga. Seriozmi? Birinchi marta rostdan. Mana shuncha odam bitta gruppa bo'lib turib ketamiz. Hozir Myunxen Castle yo'lga borsa nereально просто. Rasmni o'zidan shunaqa aura bosadigan binoga borganda endi tasavvur qilib qo'yaveringlar. Hozir mana shunaqa basda ikki etajli basga adashmasam ikkinchi etaj katta basda ketamiz. Biz короче hozir avtobus ikkinchi etajga chiqyapmiz. Men boshda o'tiraymi? Okay. Shu yerda o'tiraman men. Joyimni topib oldim. So guys, yomon charchadilar. We are going to Myunxen, guys. Wi-Fi deb yotishuvdi. O'sha biza yo'lga chiqamiz. Hey, Wi-Fi. Orzuyimdagi destination edi, guys. Hozir men sizlarga telefonimni ochib ko'rsataman. Qachondan beri men plan qilayotganimni sizlar tushunishinglar uchun. Короче, hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Menda o'z Telegram kanalimda shunaqa bitta kanalim bor, wishlistlarim yozib ketadigan. 27-fevral kuni xuddi shu rasmni tashlagan ekanman. Shu yerga boramiz hozir. Men juda xursand bo'laman. Sanani ham ko'rsanglar, 24-fevral. Yes, hozir mana wishlistimda bitta narsa minus bo'ladi. Nomi nima ekan? Nimani? Qaranglar. Qutni yeb, shunaqa yer ketyapmiz endi. Aytdilar. Hozir 1 soat va 50 minutda yetib olamiz. Appetitni bo'lib turishini qaranglar qulflarni. Oling. Juda ham mehribon odamlar bir-biriga. Bilolni oqini oldingiz, boshqasini oling. Asalini oling, asalkasini. Shirnakam.
bunaqa kamera yetkazib bera olmayapti desa, u gapni tushunmasdim ekan men. Endi mana olyapman men bu kameramni. Misol uchun men bu kamera zo'r, yaxshi yetkazib beradi. Okey. Ko'zim ko'rayotgan narsa boshqa. Ko'ryapman va o'zim maza qilib o'ryapman. No, men bu kamera naqa vid bermayapti-da. Ko'ryaman, ne unaqa kameram ko'rsatib olmayapti deyapman. Просто qaranglar. Randomni yo'l bu. Tushunishingiz uchun randomni yo'l. Boygilarni tepadan ko'ramiz endi. Bu prям nima desa bo'ladi? Plan qilib kelgan joyimiz emas, просто yo'limiz bizni. Yo'l shunaqa bo'lsa, destination qanaqa tasavvur Yes, like imagine guys. Is a killer and assassination of all the destiny. It was just two lovers sitting in the car, listening to blonde, falling for each other. Pink and orange sky, feeling super childish, no done the clever. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no all about it, I was all alone. With the love of my life, she's got glitter for skin, my radiant beaming the night. I don't need no light to see you shine. It's stronger. You slow down in your golden. Men Germanydan kutgan narsalarimdan prям 10x de emotsiyada bu. Men kelaman, tipa ikkita uchta bino ko'raman, rasmga tushaman, ketaman degandim. No, men bu video qaralib просто. Va yo'lda kirib ketayotgan videoma qaranglar. Dunyo katta guys, uyda o'tirmanglar, ko'chaga chiqib. Olinglar o'sha biletni, kelinglar Germanyga. Vizalaring bo'lsa bo'ldi. Problema shu. Hozir bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Ostan ko'zlarim charchadi bunaqa go'zal manzaralar. Men ham charchadim to'g'ri. Xudoga shukr. Alhamdulillah, Xudoga shukr. U nima? Ko'ryapsizmi? Da, o'sha. Hozir yaqinlashtiraman kameramda. Hozir ko'rinadi. O'tili, chapga o'tili. Qani? Mana bak. Una kesal, ana o'rtada turibdi kesal. Ha, biz keldik. O'sha joyga keldik. Yo, xudo. Chappi birinchi Oyatullo akam ko'rdi. Hozir tushamiz, hozir. I'm in shock, guys. I'm in shock. What a hell. Üstünde bitta narsa ochdim, men ko'rdim buni. Tam real life'da ko'rdim. Hozir sizlarga yaqinlashtirish harakat qilaman, shu sizlar ko'rishinglar uchun. O'rtada kesal turib turibsan. O'rtaga qarang. Oh my god. What's that, bro? Biz hozir o'rtadagi kesalga boramiz. Odamlar ko'pga kiyapti. Guys, biz yetib keldik. Hozir tepadagi kesalga chiqamiz biz. Hozir tushamiz. Biz yetib keldik, guys. Hop. Biz yetib keldik. Oh my god. Короче, bu yerda hozir Nixolshtaynga ozgincha hiking qilib piyoda chiqish kerak ekan. Mana shu ko'rsanglar, mana bu yerda odamlar уже chiqyapti, chiqayotganlari kelyapti. Mana shu har xil naqaladan prям любой davlatdan odam topsanglar bo'ladi bu yerda. No, nereально chiroyli joylar. Aytayman-ku, просто randomni ko'cha, shunaqa chiroyli ko'rinishda, ko'ryapsizlarmi? Hozir biz Nixolshtayn mamiga boramizda, to'g'rimi? Lekin Mana tepadagi naqalarga kim chiqarkan? Haykinglarga, mana cho'qqilariga. Buni qaranglar, toshlarini. Xalqdan beri Shvetsariya deyamiz. Germaniyaning tabiati ham boshqacha ekan. Men kutgan naqalarimdan ancha boshqacha. Juda chiroyli. Ham nereально. Mana qaranglar, hali biz destinationga yetganimiz yo'q-da.
Просто random joylarning o'zi qanaqa ertaga turibdi. Hop, короче, bu yerda endi biz hiking qilib turib chiqishimiz kerak Castlegacha. 28 minut yurishimiz kerak, tasavvur qilasam. Men уже charchayapman. No, hali biz yana 28 minut yurishimiz kerak. So guys, yes. Men yurgan joylarimga qarang. Woohoo! Very cute. Mana bu o'tirib berib gaplashib beramiz. Faqat yozda kelamiz. Mana işte Tan bench. Daraxtlarni qaranglar, vidini, vidxonni qaranglar. Ertak-ku. Tabiat qaranglar, yashaganlik kelib ketadi-ku, bu tabiatni ko'rib. Eng qizig'i men bu castle ko'rmay qolman. Biz shuncha hiking qilib, bu o'ngga qaramamizda, o'sha biz yetib kelgan ekanmiz. Ko'rasizlarmi? Mana bu yo'ldan hozir chiqamizda prosta castle ko'rasizlar keyin. Qaranglar, guys. Men tushundamanmi? Og'zini ishlayapsan, bog'mi qanaqadir? Mana shu Qizim tiqilyapti. Germaniya tabiati. So cute. We're walking from here. You're so cute. The castle. Bitta photoshoot uchun cho'qilayotgan narsani qaranglar. Let's go! Chiqar yana, davay. Da, ehtiyot bo'linglar, ehtiyot bo'linglar. Bo'ldi, siz yo'qoling. Sizlarga qanaqa kayf qilayotganini. Tushsangizdan bu tarafga tushing-da. Bu tarafga tushing. Ne şeyim üşadimmi? O'yinroq chapib o'tiring. I'm loving it, guys. Juda yoqayapti menga mana shu joy. Точно yozda kelish kerak. Xudoyim. Zo'rda narsalar bor ekan. Pishka tushamiz, otaradan. Yo, otda tushamiz. Oye, blin. Nima bu? Kadrlarni. Oh my god. Biz ot minib pastga tushib ketamiz. Pastdan chiqayotganimizda shularni ko'rdinglar, to'g'rimi? Endi o'shani minib chiqib ketamiz. Sorry. Просто men bu videoga bitta qarab oringlar, men bu castle-ga. Qanday joyni topib o'tading-a? Tomondagi bu normal o'yindagi ayshi boshida quritib olmayman. Mana. Kelib, jira gullaganda, asalari qo'nar ekan gullarga, salom sevishganlarga, ishlar qalay, diva janonalarga. Alim sog'indim, go'zalim sog'indim. Kecha uxlamayman, bugun uxlamayman, men aniq bilaman, men seni sevaman. Qaranglar, naqd pulni hal qilyapmiz. Naqd pulda Flixbus sotib olyapmiz. Tushunishinglar uchun real qimmatga olyapmiz hozir, bas biz o'sha arzon bo'lishi mumkin edi. Probably shu bilan meni vlogim tugadi. Shu joyda ham mana shu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar guys. Hali juda ham ko'p vlogda chiqadi. Videoni aynan shu yoqda bitta gap gapirmoqchiman.
Dunyo katta va sizlar uni aniq ko'rishinglar kerak.